to'pon bilan yer yuzini tozalagan Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalom Qur'on Karim va payg'ambar alayhissalomning hadis sharifida muhim o'rin tutadi. Mashhur payg'ambarlardan biridir. Qur'on Karimda har xil vasila bilan 43 yerda ismi zikr qilinadi. Bu sura 28 oyatdan tashkil topgan bo'lib, Qur'on Karimda 71-suradir. Tarixda mashhur bo'lgan to'pon voqeasi tufaylidan insoniyatning ikkinchi otasi deb ataladi. İdris alayhissalom osmonga ko'tarilgandan keyin insonlar haqiqatdan yuz o'rib, but va haykallarga cho'qinishga boshladi. Buning uchun Nuh alayhissalom qavmiga payg'ambar bo'lib avatildi. Hazrati Nuhning asli ismi Yashkur, Sakin yoki Abdul G'affor ekanligi rivoyat qilinadi. Laqami Najiyullah, ya'ni Alloh qutuldirgan va Shayxul Anbiya, ya'ni eng uzun umr ko'rgan payg'ambardir. İdris alayhissalom osmonga ko'tarilgandan keyin uningga ergashganlardan Vad, Suva, Yag'us, Ya'uq nasrlar diniy hayotini davomlashtirib, insonlar orasida yuqori o'ringa ega bo'ldi. Bular vafot bo'lgandan keyin ularni xotirlash uchun shaytonning tashabbusi bilan ularning haykallarini yasadi. Vaqtning o'tishi bilan xalq butparastlikka qaytib, bu haykallarda bir ilohiy qudratning borligiga ishondi. Ibn Abbos raziyallohu anhuma mundaq deydi: Nuh alayhissalomning qavmida mavjud bo'lgan butlar keyin arablarga singib kirdi. Shundaqki, Vat deb atalgan but Dumatul Jandalda bo'lib, Qalb qabilasiga tava edi. Suva nomli but Huzayl qabilasining edi. Yag'us nomidagi but Murad qabilasiga tava edi. Keyin Banu Gutayfning bo'ldi. Saba degan yeriga yaqin Juruf ismli yerda edi. Ya'uq nomli but Hamadonga oid edi. Nasr buti Himayraning eng oliy bir buti, ya'ni Zil Kaloni edi. Bu butlarning ismlari aslida Nuh qavmidagi solih kishilarning ismlari edi. Shayton bu solih kishilar o'lgan chig'ida kishilarga mundaq vasvasa qildi. Bu solih kishilarning o'ltirgan yerlariga, ya'ni ularning xotiralari uchun haykal tiklanglar va bularga u kishilarning ismlarini qo'yinglar. Xalq bu taklifga asosan shaytonning digini bo'yicha qildi. Boshda ularga cho'qinmadi, lekin ulardan keyin kelgan nasl ular haqidagi ma'lumotlarni unutdi. Natijada bu jahil xalq bu butlarga cho'qinishga boshladi. Yalg'iz ko'bi atrofida butparast bo'lmagan va tavhid e'tiqodini davomlashtirib kelgan bir qavm bor edi. Nuh alayhissalom bu qavmdan edi. Nuh alayhissalom ba'zida podachilik, ba'zida tijorat qiladi. Qavmning beshida qabilaning nasldan kelgan Darmasal ismli bir zolim bor edi. Har qabilaning ayrim butlar bo'lib, har butning birdan xizmatkori bor edi. Nuh alayhissalom bularni kulkulik bir ish deb qaraydi. U zamonda butparastlik va axloqsizlik intayin chekidan oshgan edi. Nuh alayhissalom qavmining ahvoli birinchi butparast edi. Ularning bu ahvoli Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Vatni, Suvaini, Yag'usni, Ya'uqni va Nasrni hargiz tark etmanglar, dedi. Butlar va butparastlik insonlar tarixida insonlarni doim haq yo'lidan ozdirib, batil yo'liga elib borgan. Hurmat va xotirlash uchun yasalgan butlar cho'qinadigan holatga kelgan. İnson ishongan, qulluq qilgan ilohini moddiy bir qism shakllarga tamsil va tasavvur qilishi antropomorfist haqida deyiladi. Bu aqida insonlarni jismoniy shakllarga cho'qinishga, natijada butparastlikka elib boradi. Tavhid dinlarida bo'lsa, mutaal, ya'ni butun olam va tasavvurlardan ustun bir Alloh aqidasi bor. Bu aqida inson zehnini moddadan jiroqlashtirib, abstrakt ma'nilarga yuzlandirdi. Moddaning orqasidagi ma'naviy haqiqatlarni tushunishga tirishdi. Lekin inson zehniyati bu darajaga yetishning o'rniga oson tarafga qochib, avval Allohni jismlashtirish, ya'ni uni o'zining ichki dunyosida tasavvur qilishdek xatolikqa tushdi. Bu ahvol insoniyatning butparast bo'lib ketishiga sabab bo'lgan. Islom
insondagi bu mayiltishni eng go'zal sifatlab, inson zehnining Alloh taoloni har qanday bir jismga o'xshatishni cheklagan. İnsanlarning tavhid e'tiqodidan jismlarga cho'qinadigan botil aqidalarga tushib qolmaslik uchun rasm va haykallarni joiz ko'rmagan. Rasm va haykalning yana bir ziyni bo'lsa, insonning xiyoliy kuchini tahdid qilib, insonning tasavvur qobiliyatini ishlamas qilib o'tadi. Payg'ambar alayhissalom qabri ziyoratidagi haddidan oshirish insonlarni butparastlikka ilib borganligi uchun burun cheklagan. Lekin tavhid aqidasi insonlarning qalbiga haqiqiy o'rinlashgandan keyin munu hadis bilan buningga ruxsat qilgan. Sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan cheklagan edim. Buningdan keyin qabrlarni ziyorat qilsanglar bo'ladi. Qabrlarni ziyorat qilishni xohlaganlar ziyorat qilsin. Chunki qabrlarni ziyorat qilish oxiratni aslatadi. Qabr ziyoratlari o'limning xotirlanishi, meyitga bir hadiya avatilishi, ya'ni Qur'on o'qilishi va oxiratning tafakkur qilinishi tavsiya qilingan. Mutaqqi zotlarning qabri yinida qilingan duo tilovatlarini ulardan emas, Alloh taolodan tilash lozim. Chunki quldan bir narsa tilab qilish shirkdir. Shuningdek, Nuh alayhisalomning qavmimi shundoq bo'lgan. Alloh taolo yaratilgan butun mahluqotlarga o'xshamaganligi, ya'ni muxolifatul havodis sifatiga ega bo'lganligi uchun but va shakllarga o'xshash har turli inson tasavvuridan xolidir. Shayx Shibli mundaq deydi: Alloh taoloni xiyolinglarda o'ylab, aqlinglarda bir butun shaklga o'xshatib tasavvur qilgan chig'inglarda bu tasavvurlar sizlarga qaytadi. Chunki buningga o'xshash tushunchalar sizlarning to'qib chiqargan va sizlarga o'xshash kiyim paydo bo'lgan narsalardir. Bu yerda Shibli hazratlari kiyim paydo bo'lgan, ya'ni muhtas bilan qadimning bir-biridan farqlantirilishning lozimligini, insonlar uchun Alloh taoloni tunishning yagona yo'lining uning bildirgan sifat va aloyidliklar ekanligi, buningdan boshqa bir yo'lning yo'q ekanligini bayon qiladi. Buning uchun vahiy orqali bildirganlarini bir tarafga tashlab qo'yib, uni jismlashtirishga tirishish albatta insonni intayin paskashlikka ilib boradi. Alloh taoloning inson tasavvuridan nihoyatda yiroqda ekanligini isbotlash uchun olimlarimiz mundaq bir jumla so'z aytgan. Alloh taolo haqida aqlingga qandoq bir tushuncha kelsin, shuni bilki, Alloh taolo uningdan boshqadir. Aql muhtaz, ya'ni yaratilgan tur. Alloh taoloni bu yaratilgan narsa bilan idrok qilish mumkin emasdir. Lekin Musa alayhissalom Alloh taolo bilan so'zlashgan vaqtda qattiq lazzat olgan va bu lazzatning ishtiyoqi bilan Alloh taoloni ko'rishni orzu qilib, bu orzusida ching turgan. Bu ahvol Qur'onda mundaq bayon qilinadi: Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay, dedi. Alloh taolo: meni, ya'ni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Ya'ni chunki insonning bu ojizligini buningga taqat qilolmaydi. Lekin taqqa qarg'in, agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan, dedi. Alloh taoloni ko'rish darajaga qarab jannat ahlining bir qismiga nisb bo'ladi. Ikkinchi, Nuh alayhissalomning qavmi uchiga chiqqan zolim va ozg'in insonlar edi. Oyatda ularning zolimligi mundaq bayon qilinadi: ilgari Nuhning qavmini, ya'ni halok qilgan edi. Shubhisizki ular texmi zolim, texmi sarkash edi. Uchinchi, fosiq edi. Alloh taolo mundaq deydi: ilgari Nuhning qavmini halok qildik. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. To'rtinchi, axloqsizlikqa cho'kib ketgandi. Oyatda bularning ahvoli mundaq bayon qilindi: ular haqiqatan yomon qavm edi, vijdonsiz edi. Qur'onda marhamat va shafqat tuyg'ularidan mahrum bo'lgan Nuh qavmining bu illatlari mundaq bayon qilinadi: shubhisizki ular, ya'ni haqni ko'rishdan dillari a'mo qavm edi. 5. Intayin kaj edi. Nuh alayhissalomning qavmining tabiati kufr va gunohga bitib ketgan.
Dunyoda kajliqni prinsip qilgan kishilar bo'lib, ular bu kajliqni oxiratdimi davomlashtirib, o'zlariga bir payg'ambarning kelganligini qabul qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Nuh va ummati qiyomat kuni keladi. Alloh taolo Hazrati Nuhga tabliğ qildingmi deb so'raydi. Nuh alayhissalom: Shundoq, ey Rabbim, tabliğ qildim deb javob beradi. Ondan keyin Alloh taolo Nuhning ummatiga xitoban: Nuh sizga tabliğ qildimi deb so'ragan chaqda, ular: Yo'q, bizga hech bir payg'ambar kelmadi deb javob beradi. Alloh taolo Nuhga: Sening to'g'riliqingga kim guvohchi bo'ladi deganda, Nuh alayhissalom: Hazrati Muhammad va ummati guvohlik beradi deydi. Ular Nuhning tabliğ qilganligiga guvoh beradi. Hadis sharifning rivoyat qiluvchisi tuvandikilarni qo'shimcha qiladi. Oyatda Muhammad alayhissalom va ummatining boshqa payg'ambarlar va ummatlari haqida guvohlik beradiganligi ochiq bayon qilingan. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarlarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Alloh taolo ezib ketgan bu qavmga Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Qur'onda mundaq deydi: Biz haqiqatan Nuhni qavminga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chaqlarida to'pon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirg'in deb avatdiq. Uzun yillik tabliğ. Nuh alayhissalom 50 yoshga kirganida Jibril alayhissalom kelib, uning payg'ambar ekanligini bildirib, darmasal qavmiga bor, ularga tavhid aqidasini tabliğ qil dedi. Nuh alayhissalom umrining oxirigacha tavhid aqidasini tabliğ qildiganligi haqida va'da berdi. Qur'onda bu haqda mundaq deydi: O'z vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin, Nuhdan, İbrahim'den, Musa'dan, Maryam o'g'li Iso'dan mahkam ahd oldik. Shubhisizki, biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U: Men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq azob uchirishinglardan qo'rqaman, dedi. Nuh alayhissalom boshda tabliğini maxfiy qilib, keyin oshkor qildi. Yosh vaqtida hammaylar intayin yaxshi ko'rgan bo'lsa-mu, tabliğ qilishga boshlagandan keyin ahvol o'zgarib, uningga intayin oz bir qism inson agashdi. Qavmning podshohi bo'lgan Darmasil Hazrati Nuhning tabliğidan xabar tepib, yenidikilarga: "U kim?" deb so'radi. Ular: "Bizning qavmimizdan bo'lsa-mu, bizga bo'ysunmagan biri. İsmi Nuh ibn Lamak. Boshda aqlliq edi. Keyingi kunlarda aqlni yo'qotib qo'ydi. O'zining payg'ambar ekanligini da'vo qilyotdi", dedi. Ondan keyin butlarga qarshi chiqyotdi deganda, Darmasal Hazrati Nuhni yiniga chaqirtib: "Esit sanga, sen bizning ilohimizni inkor qilyapsansan?" deb azor berdi. Nuh alayhissalomning atrofida yo'qsul insonlar bo'lganligi uchun uni masxir qiladi. Kafirlar Nuh alayhissalomga: "Ular: Ey Nuh, sana töven tabiqidagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon etamdiq", dedi. Bu jahil, zolim qavm kibr va cho'ngchilik tufaylidan yo'qsul g'eriblarni xo'r ko'ratdi. Nuh alayhissalom tabliğ da'vosi qadar o'ziga agashganlarni mu qanot ostiga elib, inkorchilarning ayblashlariga javob berdi. "Men mu'minlarni qo'g'lab etmayman. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliğ qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Menga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni yinimdan qo'g'lab etmayman. Chunki ular shubhisizki Parvardigorga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavmim ko'raman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lab etsam, Allohning azobidan meni kim qutuldiradi? O'ylanib boqmamsizlar." Darmasal o'lgandan keyin uning o'rniga o'g'li Navlin taxtga chiqdi. U texmi zolim edi. Nuh alayhissalom uning zamonidami tabliğini davomlashtirdi.
Qavmi bo'lsa, uni masxir qilib ustiga to'pi chachatdi. Ba'zida qattiq urdi. Hatto ba'zida hushidan ketkicha konini siqib o'ldi deb o'ylab ketadi. Bu vaqtda Nuh alayhisalom: "Ey Rabbim, meni va qavmimni mag'firat qil, chunki ular nima qilganini bilmaydi", deydi. G'usl qilib yuyungandan keyin takror ularning yeniga berib, ularni Allohga iymon va uningga ibodat qilishga da'vat qildi. U bundaq aziyatlarni chekkan bo'lsa-mu, yanala sabr qildi. Bir ilohiy marhamat bo'lib yarasini ba'zida Jibril alayhisalom tingib qo'ydi. Mushriklar: "Esit sana, ey Nuh, bu tayiqimiz va haqoratlarimiz oldida teqi davoyingdan voz kechmadingmi?" deydi. Nuh alayhisalom: "Men majnun emas. Otalaringlar azob tortyotidi. Aqlinglarni shiltinglar", deb ularni ogohlantirdi. Nuh alayhisalom yana davomlashtirib: "Da'vatimdan yuz o'rsanglar, menga hech qanday bir ziyon yo'q", deydi. Chunki inson ikki narsadan qo'rqadi. Birinchi, boshqalarning ziyon o'tkazishidan. Ikkinchi, manfaatning kesilishidan. Lekin Nuh alayhisalom birinchi qo'rqoqqa javoban: "Men sizlarning aziyatinglardan qo'rqmayman, chunki men tavakkul qildim." Ikkinchi qo'rqoqqa javoban: "Sizlardan bir narsa talab qilmayman", degan. Qur'on mundaq deydi: "Tabliq qilganimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning parvardigoridan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar." Uning bu da'vatiga quloq bergan bo'lmadi. Nuh alayhisalomga qavmidan oz bir qism inson iymon etdi. O'g'illari ichida Som, Ham, Yafas iymon etdi. Yana bir o'g'li Kanon iymon etmadi. Qavmi uningga payg'ambarlik kelgandan tortib intayin zulm qildi. Nuh alayhisalom bu zulmlarga 950 yil bardoshlik berdi. Natijada bu chekidan oshgan aziyat va zulmga toqat qilmaganida Alloh taologa ojizligini bildirib duo qildi. Tarix bo'yicha ba'zi qavmlarning payg'ambarlar elib kelgan tavhid aqidasini qabul qilmay, hidoyatdan mahrum qilishning asosli sabablari munolardan iborat. Birinchi, haqiqiy dinlarda dunyoda qilingan amallarga qarata mukofot va jazo beriladiganligiga doir oxirat aqidasi bor. Buning uchun insonlar xohlagancha harakat qilolmaydi. Diniy ahkamlarga asosan harakat qilishga majburdir. Islomning maydonga kelishi bilan butparastlarni andishiga solgan tunji xabar oxirat bo'lgan. Buningga buyuk xabar deb buningdan nihoyatda bearam bo'lgan. Qur'onda bu rahatsizlik mundaq ifodalandi: mushriklar o'zaro nima to'g'riliq so'rashidi? Ular cho'ng bir xabar, ya'ni qiyomat to'g'riliq so'rashidi. Ular shu, ya'ni qiyomat to'g'risida ixtilof qilguvchilardir. Butparast qavmlarda kuchliklar doim ojizlarni ezib, ularni nafsiga qarata qo'llashtirgan. Bu qavmlarda ojizlarning huquqini qo'g'daydigan bir huquq yo'q edi. Jamiyatda butun manfaat kuchliklarga oid edi. Ular qilgan ish harakatlari uchun oxiratda bir bedel to'lamaydiganligiga ishonadi. Bu sababdan haqiqiy dinlardagi oxirat aqidasi ularni qattiq bearam qilgan. Ikkinchi, haqiqiy dinlarda tartiblik va metodlik bir ibodat hayoti bor. Butparastlikda buningga o'xshash tartib va nizom yo'q. Butparastlar butlarni o'z manfaati uchun yordam qildiganligi va ularni qo'g'daydiganligiga ishonadi. Ular nafsoniy orzusi uchun haq dindagi qoida-qonuniyatlarga ega bo'lgan ibodat hayotiga bo'yin egmaydi. Uchinchi, haq dinlarda payg'ambarlar jamiyatiga o'rnak, ya'ni usva-i hasana bo'ladi. Butparastlikda o'rnak bo'lish g'oyasi yo'q. Nafsoniy orzusi bo'yicha harakat qiladi. Masalan, jahiliyat davridagi ko'p erlik xotinlar buning o'rnaklaridir. Ishonish insondagi tabiiy ehtiyojdir. Inson haqiqatni topolmagan yoki haqiqat uningga qiyin kelgan chig'ida haqdan botilga mayltidi. Ishonchi hissiy tuyg'ular ostida qilib, haqiqatni topolmaganda kufr hokim bo'ladi. Lekin ishonch ilohiy vahiy bilan bu hissiy tuyg'ular ostidan qutulib, kamolatga yetgandala haqiqiy iymon hosil bo'ladi. To'rtinchi,
butparastlarning obro'li kishilari jamiyatda oddiy sodda hayot kechirgan payg'ambarlar va sahobiylarni cho'ngchiligi sababidan xor ko'rgan. Chunki ular iymon etgan ojiz kishilar bilan birga bo'lsa, jamiyatdagi qadr-qimmatini yo'qotib qo'yamiz deb o'ylaydi. 5. Butparastlarning hidoyat tepishiga to'sqinlik qilgan sabablardan biri mol-mulk, avlodga o'xshash dunyo manfaatlariga bo'lgan herismanligi va qalb ko'zining haqiqat oldida pardalanishidir. Bu haqda Qur'onda mundaq deydi: ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan, ya'ni bahosi yo'q narsalardir. Allohning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Nuh alayhissalom butparast qavmning yomon niyatini o'ttirg'a qo'yib, ularni maydonga chiqishga taklif qildi. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ishchinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim ig'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yulandim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butunglar bilan birlikda meni qaslaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qaslaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Ondan meni birdammo kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar." Shubhisizki, Nuh alayhissalomning bu so'zlari uning Rabbiga bo'lgan tavakkulini ko'rsatdi. Badbaxt qavmning azob talab qilishi. Nuh alayhissalom da'vatini boshlagan tunji yillarida uningga oz bir qism kishilar iymon etdi. Buning bilan birlikda qavmning uningga va mu'minlarga qilgan zulmi haddidan eshib, johillarcha jasorat bilan ilohiy azobning kelishini talab qilishdek ozg'unlikqa yetdi. Ular, ya'ni Nuhning qavmi: "Ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyat ko'p munozirlashding. Agar rost so'zlovchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitadigan azobni tushirib boqqin", dedi. Nuh alayhissalom zolim qavmning uni kichik ko'rib, tablig'ini yolg'onga chiqarishi va "Qani, va'da qilgan azobni keltirib boqmamsan" deganda ularga Allohning irodasi va uning ilikidagi ish ekanligini xotirlatdi. Nuh aytdi: "Uni, ya'ni azobni agar xolisa Alloh tushira oladi. Sizlar hargiz qochib qutulolmaysizlar. Men sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar." Alloh taolo qavmining ozg'unligi tufaylidan Nuh alayhissalomga tasalli berib, mundaq degan: "Nuhqa mundaq vahiy qilindi. Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa yana iymon etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishidan qayg'urmag'in. Natijada ilohiy azobning boshlang'ich xavri bo'lib, Alloh taolo bu hushini bilmagan ozg'un qavmni 40 yil yomg'irsiz qo'ydi. Hayvonlari o'ldi, ayollari tug'madi. Chorasiz qolgan holda Nuh alayhissalomga munojat qildi. U bo'lsa: "Sherikdan qaytinglar. Men sizlar uchun duo qilay", dedi. Ondan keyin Nuh alayhissalom Alloh taologa mundaq munojat qildi: "Ey Rabbim, men qavmimga aytdim. Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi." Muqatil ibn Sulaymon rahmatullohi alay mundaq deydi: "Bu oyatlardan keyin yomg'ir duolarida istig'for o'qish mashhur bo'ldi. Abdullah ibn Abbos: kimki ko'p istig'for etsa, Alloh taolo u kishini har g'amdan qo'g'daydi. Har qiyinchilikdan uningga chiqishini nisb qiladi. Uni hech o'ylamagan yerdan rizqlantirdi." Nuh alayhissalom qavmini ogohlantirib mundaq dedi: "Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Holbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin, Alloh qanday qilib 7 osmonni birining ustiga birini qilib yaratdi? Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida
nur qildi. Kunni nur chochquchi chiroq qildi. Allah sizlarni zimindan yaratdi. Chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Allah sizlarni o'lgandan keyin ziminga qaytaradi. Ya'ni ziminda dafna qilinsizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zimindan chiqaradi. Ziminda keng yo'llarda mingshinglar uchun Allah sizlarga ziminni bisot qilib berdi. Bu butparast qavm hikmat bilan to'lgan bu sahnlarga quloq bermadi. Shuning uchun Nuh aytdi: "Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, balasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylarga, katta boshlarga agashdi. Ular, ya'ni katta boshlar menga chin pukmidi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzidi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Vatni, Suvaini, Yag'usni, Ya'uqni va Nasrni hargiz tark etmanglar", dedi. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi, zolimlarni texmo gumroh qilgan. Bir kishi o'g'liga Nuh alayhisalomni ko'rsatib turib, "Qara bu odamga, uning so'ziga hech ishonma", dedi. U kishining o'g'li dadasining qo'lidagi hossini elib Nuh alayhisalomning beshiga urib yerivatdi. Nuh alayhisalom bo'lsa: Rabbim, yaxshilikni iroda qilgan bo'lsang, hidoyat qil, yoki sen ularga hukm bergichilik, menga sabr ato qilgin. Chunki sen hukm bergichilarning eng yaxshisisan", dedi. Zulm bargan sir oshdi. Boshqa qiladigan hech bir narsa qolmadi. Buning bilan Nuh alayhisalom u Parvardigoriga: "Haqiqatan men bo'zak qilindim, yordam qilgin", deb duo qildi. Nuh alayhisalom uzun yillar tabliq qilgan bo'lsa-mu, uningga nihoyat oz bir qism inson ishondi. Bir nasl o'lib tugashdan burun keyin keladigan nasllarga ular Nuh alayhisalomga iymon etmaslikni va uningga qarshilik ko'rsatib, uning bilan urushishni vasiyat qildi. Ota-onalar balog'atga yetgan bolalarga "Umr bo'yi Nuhga ishonmanglar", deb vasiyat qildi. Tabiati butunlay buzilib, iymon va haqqa agishishdan umid qolmadi. Bu sababdan Nuh alayhisalom shikoyat qilib mundoq dedi. Nuh aytdi: "Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagin. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandlaringni azdirdi. Ularning topgan bollarimi faqat fojir, kofir bo'ladi. Parvardigorim, menga, ota-onamga, mening uyimga mu'min bo'lib kirgan kishiga va mu'min erlarga, mu'min ayollarga mag'firat qilgin. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin." Bu duodan keyin Alloh taolo Nuh alayhisalomni bir kema yasashni buyurdi. "Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasag'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in, ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq bo'ladi." Qavmi Nuh alayhisalomni kema yasayotgan vaqtlaridami masxara qildi. Bu haqda Qur'onda mundaq deydi: "Nuh kema yasadi. Qavmining cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxara qilishdi. Nuh aytdi: Agar sizlar bugun bizni masxara qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq bo'lganda, sizlar bizni masxara qilgandek, biz sizlarni cho'qim masxara qilamiz. Xor qilg'uchi azob, ya'ni to'pon balosi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keldiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. Haq va haqiqat oldida qalbi almashgan xalq kecha kelib kemiga o't qo'yib berishga uringan bo'lsa-mu, buni amalga oshirolmaganda, bu sening sehringdir, dedi. Kimni kirlatdi? Bir muddatdan keyin qichqoq kasali giribtor bo'ldi. Davolanish uchun o'zining gandisini yuziga surishga majbur bo'ldi. Alloh taolo ularni bu alomatlar bilan ogohlantirgan bo'lsa-mu, ular o'ylanmadi.